Abdullah. Tez. Abdullah. Abdullah, nimanda qilsiz? Kichik boldak chaqirmoqchi o'rningizdan turmaydi ekansiz-ku. Oy. Abdullah. Nima bo'lgandi? Abdullah. Nima bo'ldingiz? Ey. Akşam beşim ağrıvatıdı o davatıdın. Qandaq? Endi saqib qağa o'xshamamsa? Ha? Ey. Pizza. Opa, tuz bo'g'ini. Apa, ma'amsiz yo'q. Endi ma'amsiz biz ketaveramiz. O'chaqda do'nga kelganda harvani kim ishtirish berdik? Shu emasmi? Bo'lmasa dadam sizni o'tkazib qo'ysin. Uxlaveramdiki. Ala. Sizlar texmin aldiratqidek bo'ldinglarmi? Qara bularni. Apanglarni shaharga doim olib yursam, uylik ishlarni sizlar qilamsizlar? Bo'ldi. Mavlan evilanglar. Ala. Kechda nima yeginglar ba? Ha? Nima it beray? Ha, bolam. Opa, kalmant sigim bor. Apa, maktab berishni unutib qolmang. Ukamdan sinf moderi chiqatim dedi. Nima? İçiş bulmuşum çakır diyorken. İçiş qilmasa. Voy, xotirjam bo'linglar. Bu balla hech qandaq cho'ng-chataq chiqamaydi. Voy, qog'ozlaringni yig'ishtirib ol. Maktabga o'zim berib, muallimlar bilan ko'rishib kelaman. Sizlar xotirjam bo'linglar, ha? Ma'qulamsiz. Tushda yolg'iz qoldim deb tamoq yeyishni unutib qolmang yana. Mendan ansirmigina? Ey, chaqaraq bo'linglar. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Sizlar keldingizmi? Ha. Maryam ada, men 10 kilo sutni quyatdim ha. Salomat bo'ling. Tinchlikmi? Oy, Sanihacha sizlarmi kirdimi ha? Oy, Sanihacham kiribdi-ku. Qandaq tinchlik Maryam balam tinchlikmi? Xudoga shukr. Balam, avar qildigan bo'ldim. Mush sutni satqach kelasizmi? Satqach kelmamdigan. Rahmat. Men qo'yib eting. Buningdan tatinmay akirivasizlar. Shundoq qilay. To'yning pach-parat xarajatimiz sutga qarashlikdan. Buni bilaman. Tag'amdan kesil xil obdan bo'lib qolgandi. Xudoga shukr qizim. Xil obdan bo'lib qoldi. Pulni hozirlab berib eting. Oy, nima qilganingiz bu? Hozir ba'zim bo'ldi. Rahmat. Ma'qul hamma. Rahmat. Qo'shamsa kirib tursizlar. Hay ballar, tez bo'linglar. Asta, nimanda qildigan bu ballar? Bugun tozimi kechikdi. Hey, ballar chaqqan bo'linglar. Bo'linglar. Tez bo'linglar. Xo'sh dada. Tez bo'ling qizim. Bo'linglar. Bugun tozimi kechikdik. Ishtiringlar. Abdullah xo'shamisa. Xo'shamisa. Mera bir ish ekansa, qo'saqlaring eshitdimi? O sepray, ha? Ha, qani. Ha, ye. Kam, ishtirayli. Xo'sh bolalar. Aba, xo'sh. Vaqtida qaytib kelinglar. Ha. Kechirchilar, sizlarni saqlab qo'ydim, ha? Nega kechib qoldingizmi? Atdiganda ozroq ishim chiqib qoldi. Yordamchi. Keling. Men yordamlashay. Rahmat. Maktabga chiqib. Asmara. Akin. Bugun bek kechikib ketdingizmi? Hammanglarning vaqtinglarni olib qo'ydim, ha? Kechikisi yo'q, hech bo'lmaydi. Tezroq bo'lsangiz bo'pti ekan. Mana. Kechikadigan bo'ldi. Qanchalik olasiz? Menga 1,5 kilo ber. Birdan tutib turing, ha? Tezroq bo'lsangiz bo'pti ekan.
bo'ptila. Yarım kilo alma dediniz. Ha, shundoq. Mana pul. Chaqqaroq bo'lsangiz bo'pti. Aman. Yaxshi. Manga yarim kilo bering. Ma'qul. Heliqi xosiyat degan qiz ko'rinmaydi-ku. Tunogimmi kamidi, bugunmi kamidi? Hacimning o'yidagi xosiyat degan qizni demsiz? Rost ko'rinmaydi. Bir ish bo'lmaganda. Rahmat-da, xo'sh. Manga yarim kilo bering. Xo'jayinni ranjitib qo'ygan biz ketkizyaptimi? Yo'q, ketkizyapmidi. Tunugilla men uni texi qo'rodib ko'rdim. Ular sut almag'ini 2 kun bo'ldi. Ular almagan bo'lsa, boshqalarga setib bo'ldi emasmi? Sut qo'l setilib ketdi. Şoğunisi, o kızga bir iş bulmuşla meyliği. O kızga neymiş bulattı, ensirmem. Xudayım sakla. Ay, Danyan, ni要多少？ 半公斤。Danyan, 你腿好一点了吗？好多了。谢谢。那好啊。给。慢走。好，谢谢。Qanchalik olasiz? Kimdi o? Oy. Kim o? Mani geldim. Bir gün turmen dep ketip. 3 gün turganmı bağmı? Tazımı haddingdan içip kettin go sen. Oy. Bugün mi kemigen bolsam, yalğız öyde ölüp kalsam mı? Enkimni çetip koyğudek. Adam çıkmaz ki. Oy bişim. Oy. Gülnisa hacım, sizga nima bo'ldi? Oy. Siz Men tuvandagi to'qmishda sut sotadigan Maryam bo'laman. Qasiyatning sut ag'il chiqmag'iniga 3 kun bo'ldi. Shunga nemish bo'ldi ekan qarab boqay deb chiqib edim. Rahmat. Oy. Keslingiz xil ig'ir o'xshamamdi. Hech qisi yo'q. Avaylab men. Rahmat. Yetib aramayling. Xasiyat turpanga tag'isini yo'qlab ketgan. Ay. Ay. Onun ketishiga ham shundoq og'rib yetib qoldim.
Bir kunda kelaman deb ketib edi. Mana bugun 3 kun bo'ldi. Mundaq dаңа, mən texnimiş biraz süt ağıl çıxmaydı ki depdi mən. Öydə başqa bir kim yox mıydı? Eriniz mı öydə yox mıydı? Erinizin işi sizden xeyli çoğun oxşamamdı. Onun alemden ötkeniga 3 yıl oldu. Boptu, artıq qaygırma. Oş, doğru yegengila kesel saqayıp ketmeydi. Ançı-munçı tamaq yemisin bolmaydı. Mən süt satqınım üçün sütni maqtavatqınım emas. Sütnің rastıllı cıq kesellik paydası ba. Əras, mən sizge süt qaynatıp əkirib berey. Undaq qılmang, bu qançilik işdi. Mən sizge onçilik iş qıp bərsəm, nim bopdu? Bu aşxana öykəndə nim degen çıraylıq. Gülnisa hacım, atanınız Ürümçi demeskende uruq tuqqan qeyrindaşlarınız qo'badı, çögünü nə qoyğandı. Şundaq çıraylıq, yasıdaq öydə adam yalğız, yakki yegani yaşığanның nima ma'nisi? Çögün zadı nədudu? Ölüp ketken erinizning bala chaqqa uruq tuqqanlari yo'qmikan? Oy. Gülnisa hacım, men sizni hacimede deb chaqiray, ya? Başqacha o'ylab qolmang. Men mushundaq chepilga qaraq ayol. Ayol kishining pul dunyosi bo'lgan bilan eri balchaqis bo'lmasa nim foydasi? Oy-ey, yig'lamang, yig'idan nima chiqadi? Ko'nglingizni buzmang. Sütni ıssig'idili ichib bering. Elang. Bo'ldila, nimaga yig'laysiz? Ko'nglingizni yerim qilmang. Men sütni ichib bering. Issig'ida iching. Bu hacimning behmi talihi bor ekan. O'lib ketsin, yap-yosh ayoli hasratdan chekib o'tiribdi. O hayat chig'ida to'liq obro'li kishidi. Manga qarang, hojimada. Har qancha obro'li bo'lsaqmi, hamini o'limiz emasmi? Shunsiz fursatni cho'ng tutib, baldırraq farzand yüz ko'rishning amalini qiling. Bo'lmasa, qiyirg'anda yolg'iz qolasiz. Yana kelib, shunchalar yasidaq ozoda uyda yolg'iz o'tirasizmi? Zerikmamsiz. Kulisiz-ku. Men xato dedimmi? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Endi bilek tortish. 1, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Endi beden burash hareketi. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hala! Kızım. Oynadık. Bana oğlum. Çapsa bunu ola. Oy. Oğlum bu yak gide. Kulağına oyna. Aslan çeçinler ya. Hocam torununa. Oy. Boğuldu. Abdullah. Çeçine. Abdullah. Bulma. Baya kayıp gelin. Hey, sizin bu yak düşüğe. Baldık oynap Sizin bu yak düşüğe değil mi? Baka oğlum, bak da. Ondan şu ha? Mahvol. Kara ha? Ha kızım ha? Oy! Ha attı! Ha! Hey siz mi çıksınız babam mı? Oy! Oy kilo değil mi? Hey! Eda'nı bozacak kılma! Boğulduk ulan. Anne ben sana çocuğa. Boğulduk ulan hepsi. Hayır ulan. Oy. Sadıgan ketey dadısı. Bugün sizge nim boldu? Şunçilik hisobatni tügütemaysiz go. Men go bu kemgeçe pul juturup koymagan deme. Hay, moşu berket bergen ağzınıza. Bu öyüngde yuturup olarak bir narsa bağımtı. Aras Meryem, ben bugün mektapka berip malim bilen körüşüp geldim. Aras, malim nim dedi? Balımız bir iş deyip koymagandı, he? Yok hey, malim kızımızını şehirge ötkep okutuduğalığımızı anlap bek hoş olup gitipti. Xudoga shukri. Malim bir yerdeki otur mektapni okutu seviyesi bek töven. O balla ali mektap ötenmeydi, ötken takdirdimi otur texnikum bilen işçiler texnikum bilen öteleydi deydi. O bizni yana yirakni körer ata-analar dep maqtidi. Oğlumuzni mo zihni bek uchiqkan deydi. Ular zodi nima demoqchi ekan? Oğlumuzni mo shaharga opirib o'qitinglar deydi. Oshning dadiga to'q yetmabdi degan shu-da. Pul qarz elib kola setib olganimiz bilan kech yetib sahar turib tirmishib ishlab aran qizimizning o'qish pulini qamdab olsak, endi o'g'limiznikiga nega bormiz? Gapning rostini desam, mushundaq tatayotgan japoying qarab ballarni shaharda o'qitish niyatida yanamdiki degandim. Nima deganingiz bu? Men bolalarimizning bizga o'xshash mushundaq kunga kelishini hargizmi xohlamayman. Obdaroq o'yinib baqsaq bo'lamdikan. Yotqonga yiqib putuz kerak-da. Bu gapingizmi to'g'ri. Har holda biz tirishib tirmishib avval qizimizni o'sib o'qitib olaylik.
Keç o'p ketdi. Yaxshisi aramalayli. Balalarning ishini o'ylasamla, beshim qotadigan bo'ldi. Erimi yaxshi ishki bo'lib qopti ekan. Jiqroq bo'lgan bo'lsa, qandaqmi qilardik ekan tang? Oş, bo'ldi. Artıq başqa turmang-a. Biz tatmagan qaysi japa qamıgan? 30 qo'y pul bilan to'y qildik. Mana hozir bir umdan bir qiz bir o'g'limiz bor. Ya'ni texi 4 qalimiz bor-ku. Hey, ishki gapning bir bo'lsa shundaqli deydi ekansan. Sen o'zingni bezlab o'tamsa yoki menimi? Amsa, qanday qilamiz? Danga. Meningcha, haqlardan qaza paqamdiq ya. Ayting, kimdan olamiz? Eliqi savutdinchu. U o'g'lini o'ylashning taraddudini qilyapsa, bizga pul berib turadimi? Emis eliqi terichi Davuddinchu. Oş, mening undaq naahlarning oldiga bo'yin qisib bag'im yo'q. Hey. Qandaqmi qilamiz? Hey, ras eliqi shahardagi sut oladigan xaridorlaringdan so'rab baqamsan ya. Qo'ying, shaharliklardan ham tamoq qilmang. Ular oshqan toshqan qattiq quruq nonlarni sutga hisoblab o'tkazdigan tursa, bizga pul qarz berib turadimi? To'liq ham xiyol qilmang. Voy xudoyim, meni bir kechili oqchashliq mo'may qilib etamdi kim odam. Bo'ldi, chiroqni o'chirgan yotimiz. Endi qandaq qilsak bo'ladi ekan? Mana keldim. Voy, siz metingiz. Qani kiring. Xeyli yaxshi bo'lib qoldingizmi? Yaxshi, rahmat. Qani kiring. Deganlarim to'g'rimi ekan? Kal sütünün haqiqatan foydasi chiqchimi? Mana chiroyingiz tunonkidan xeyli obdalli bo'lib qapti. Rahmat. Maryam? Voy, Maryam singlim, nimancha avaro olgansiz, ha? Tuzitqinman. Men sizga sutni qaynatib beray. Ko'ringiz qayerda? Men tep beray. Mana, men topdim. Nimancha avaro ketgansiz? Bu o'zimiz tergan qo'noq. Ancha-muncha qora oshliq yeb berganning odamga ko'p foydasi bor. Shunga ikki tal og'ash kelgandim. Xasiyatli qaytib kelmadimi? Yo'q, texi. Agar siz uning qattiq gap qilamisangiz, men uning bir necha yig'iz gap qilib qo'yay. Uyingizda telefonmi bor ekan-ku? Qaytib kelamisa, telefon bo'lsin berib qo'ysa bo'lmamdi. Bola degan hamini bola-da. Shunmismi? Uni azroq qo'rqitib qo'ying. Ikkinchi unda qilmaydigan bo'ladi. Hojimada, men qaytib keldim. Voy. Ishni yapmay o'tirib ketibsiz-ku. Voy, Maryamada, yaxshimisiz? Xosiyat. Endi kelganingiz nemisi? Hojimadam og'rib, qattiq yetib ketdi. Sizmisa ishning yo'lini bilmaydi ekansiz. Endi ikkinchi unda qilg'chi bo'lmang. Vaqt to'shib ketdi emasmi? Men ma'musam bo'lmag'idek, xo'shamsa. Xosiyat, uzitib qo'ying. Maryamada, xo'shamsa. Xo'shamsa. Allohu akbar. Maryamxonning kirishi bilan kesilimi yaxshi bo'lib, ro'y oldimi, tuzilib qoldi. Ya Allah.
Xosiyat, Ha? sütni akirib oldingizmi? Akirib oldim. Yana uyda yig'ilib qolgan qattiq quruq nonlarni kallasiga bersin deb ap chiqib berdim. Bo'ldilar. Atili ko'rishaychu. Cross hisoblash mashinasi. Niyat kelib boshqani Hada, bu VCD plastiklarni udulimizdagi rassam qo'shnimizning xizmatchisidan so'rab olib chiqqandim. Siz choy ichgach o'tirib ko'rib baqmay, men sizga qo'yib beray. Qo'yib beqmay, ko'rib baqay. Men chiqib ketdim, ha?简直太次了。这个样。咱们喝杯威士忌怎么样？好，快点。Hacimede, tekçi çaylarını içmepliği. Çaylar muzlap kalmışsın. Çapsan içi vasla. To'xtaxonada. Men bilaman, 3000 qo'y pul degan oz pul emas. Lekin yil oxirigacha cho'qim qaytirib berapti. Siz men ko'p yordam qilgan, buni men bilaman. Biroq menda unchilik pul yo'q-da. 2000 qo'y olsun berib tursingiz. Lozini kilosi qancha? Xap bo'lmaysiz. Qanchdi? 1 qo'y 5 ming. 1 kilo beraman. Ma'qul. Qizim shahardagi to'liq o'rta maktabga o'tgandi. Raslibagidek olim yo'q. Meni xijil qilmagan bo'lsangiz. Bilamsiz. Shahardagi ash to'liq o'rtaga o'tgan bolalar ko'p emaskan, lekin mening qizim imtihondan o'tgandi. Qandaqlı bo'lmasin, biz bir nevri qarindosh tursak, qazi bergan pulingni qaytarolmay qolamanman. Asta. Hey, maqara, senmi bilsa, Rizvangul nihoyat yaxshi o'qiyotdi. Mush yuzi bo'yicha oldin qatorda o'qiganlarni Sancho, bo'ldi qig'ina. Biz uni shaharga olib o'qitiri degan to'q. Asta, unchilik chiq pulni qachon qaytarib ola olaydi? Shaharda o'qitaman degicha, yuzda o'qiyvas bo'lmamdi. Mush yilning oxirigacha sendan o'tmagan pulni cho'qim qaytiraman. Agar qaytarolmay qolib qolsam, kallarimni setib bo'lsa-mu cho'qim qaytaraman. Voy, gapimni anglasang-chi. Men urug' tuqqan deb seni qishingga keldim. Sendan so'ma kimdan so'rayman? Ay, zubon sumaysan-ku. Jex, gap qilmay, men go'shtni olib, bolalarga men sen go'sht deb kelmadim, pul deb keldim. Bo'ldi. Keling. Qanchalik olasiz, ha? Ma'qul. Hey, Abdullah.
Unçuvala çiçilip ketmene. Bu tuqqallardan men zadlı ümit kütüp bakmagan. Biz kembegal bolgandan keyin ular bizni nazarga ilmaydi da. Ularga halimizni aytgan bilen ular berber derdimizga yetmeydi. Özəngdə yox, aləmdə yox degan şu da. Bu pul həcəbmi özünü göstərdi? Opa, dada, qaytib Qaytib lan balam. Opa, bu ko'rsatkichim qarab beqing'a. Sinif bo'yicha o'g'illarning ichida birinchi bo'ptimi? Yaraysa o'g'lim. Appa, O balam. Bunundakin texnik dada, qilishib o'qib. muallimdan anlasam, meni shaharda o'qitmoqchi bo'psizlar. Bu gap rostmi? Bu gap rostmi? Berib apangdan so'ra. Appa, muallimning deganlari rostmi? Obdan balam. Biz şunun amalını qıvatımız. Ajab yaxshi. Rustam, opamning deganlarini angladingmi? Anladım. Meni to'liq o'tir maktabni shaharda o'qiyman deyman. Ajab yaxshi. Qanchalik olsiz? Merhamada. Teşlikmi? Teşlikmi? Teştirdingizmi? Qanchalik kilo olsiz? olay. Hacimedem undan turvatqan. Obdan turibdi. Oldidagilar tezroq bo'lsanglarchi. Qandoq degan gap bu? Ma'qulamsiz. Men menga beray. Ning yodi o'sha. Ben Gonca. Bo'ldi, siz ishingizni qilavering. Bugun sizning vazifangiz tomoqni o'xshatib etishchimi? Ma'qul. Mehmonni men o'zim kutaman. Bo'ladi. Bering. Voy, Maryam xonim, keling. Qanday yaxshi turyapsiz, tinchlikmi? Yaxshi. Uyingiz tinchlikmi? Yaxshi, o'zingiz sallamasa saqib ketgan o'xshamamsiz. Xudoga shukr. Qani shukr. Halatim sevdik. Voy, samsingiz bo'ldi. Öyləringiz bək çıraylıqçımı? Şəhərliklərinin öylərini köp görüb edim. Lekin, mında qaşəmətlikni anca kömətdikən mən. Öpçü. Elhamdülillah şükür. Şəhərinin həmələn emisi yaxşı. Şoğunası, havası yaxşı əməsdə. Çırın sağlam, çırın. Xaltınızı sevəsiniz. Şundaq çıraylık sahip camallı болып ketirkənsiz. Qarang. Ballarının dadısımı daim şundaq dəyitdi. Lekin bugün közüm içilib qaldı. Qaranga sizin çıraylıqlığınız ne? Nədir ki, onda xecilqim var. Çırın. Qani. Xasiyyətdən anlasam, meni çaqırtıb dikənsiz. Bana dayıdan bir iş bağımiddi. Heliq günü asmandan düşkəndəkli payda olub qaldınız. Siz bo'lmagan bo'lsangiz, bunchalik ish tapmagan bo'latdim. Sizga rahmetimni aytay desam, uyingizning nadiligini bilmaydi ekanman. Shunga xosiyatni chaqirib kir degandim. Siz bilan birdan mungdishib o'tag'im batdi. Bu qanchalik ishni deysiz? Men faqat xosiyatga bir ish bo'lib qoldimikin deb ansirab, sutni og'ash kiribla to'g'ri kelib qoldim shu. Siz bekmi uchuq chiqishga qo'yalkansiz. Yana kelib qo'lingizdan bek ish keldik emasmi? Mundaq maqtashlaringizga arzimaymanmi? Siz shahar sirtidan har kuni necha ton sutni kelib sotsiz. Harg'an ashqingiz demay turayli.
siz boshqalar bilan shundoq chiqishid ekansiz, ular bilan aloqangiz yaxshi ekan, mush ko'chirikilar hammasi sizning ustingizni oladi. Ota-onangiz sizni o'g'il boldek g'ayratlik, jasoratli qilib beqibdi ekan. Uning ustiga siz gapga bek ust ekansiz. Meni to'la mazaq qilmang. Men tuzukmi gap qilolmayman. Bizning odam doim meni sening hamma yering yaxshi, shug'unisi gapingning tutam yo'q tavassa. Lekin siz faqat yog'limi gaplarni qilmaydi ekansiz. Odam sizning gapingizni anglasa, ko'ngli lappida echilib qoladi ekan. Bo'ldi. Meni to'la maqtab uchrayvermang. Bo'lmasa siznimi boshqa shaharliklarga o'xshash takalluf so'zning keyinda biror cho'ng hojati bor o'xshaydi deb qolmay yana. Dada, xotirjam bo'ling. Men u maktabga kira olsam, cho'qim tirishib, yaxshi o'qiyman. Obdan qizim. Deganingdek cho'qim yaxshi o'qig'in. O'qish puliga kelsak, uni opam bilan ikkimiz bir amal qilamiz. Nimali degan bilan shahardagi maktablarning o'qish sifati yaxshi. Bizning birdan bir umidimiz seni eng yaxshi oliy maktablarda o'qitish. Tirikchilikni, balalarni deb mushundaq qilyapmiz. Bizning odam yosh vaqtida minbin bo'lib, mashqda bir nechtal qo'riqsin sundirib olgan. Shundaqdimi bir xayrati bor. Etliz ishi uydagi malvaran shuningga qarashliq tursa, unga yordamlashmasam bo'ladimi? Shundaq. Uyimiz shahar sirtidagi davan yesida. Dehqon xalqning qo'li qanchalik pul ko'rdi deysiz? Uning ustiga ikki balamiz bor. Uy shaharga yaqin. Qatnashmo xil qulaylik. Şunu buldur kuzda bir necha tuyoq kola setib elib, oz to'lib hojibrat xarajat qilib, xashlayapmiz. Xudoga shukr. Tiriklikda niyatimiz durust bo'lsa, noumid qolmaydi ekanmiz. Beshingizga har ish kelsa, yaratgan egam vaqti kelganda tegishlik jasorat, g'ayrat ata qiladi ekan. 10 yil ilgari chet elga chiqib edim. U yerda uzoqroq turib qolib, yotib qoldim. Chet elda bir necha yil turgan bo'lsam-mu, hammani yana o'z yurtga yetmaydi ekan. Mening o'z yurtimdan mehrimni uzamayotganimni ko'rib, o'lib ketgan erim mush uyni setib elib, menga saramjonlab berib edi. Kim bilsin, rahmatlining umri to'liq qisqa bo'lib qoldi. Nima kesal bo'pti ekan? Nima desam bo'lar? Yeshi 70dan eshib qolgan odamning nimadan og'rinchiligi bor deysiz? Shundaq emasmi? Bu gapchi u kishi bek boy o'xshamamdi. Shundaq. U to'liq puldor kishi edi. Dastlabda men u kishiga yotliq bo'lishni xohlamadim. Lekin u to'xtamasdan tuqqanlarni elchilikka evati. Keyin hajiga bordim. Hajini tugitiblar. Aram xudo kun kechiraman deb o'ylab, bu to'yga rozilik berdim. To'ydan keyin u mening o'tida kuyib, suyida eqib, xizmatini qilayotganligimni ko'rib, meni yaxshi ko'rib, e'tiborimni qildi. Shug'unisi rahmatlikning umri qisqa kelib, meni yolg'iz tashlab ketdi. Meni dog'da qo'yib ketdi. Onçvala qayg'uram. Bu dunyoda o'lmaydigan kim bor deysiz? Bir yaşangan kishining tartiga suv berganligingiz uchun savobini ko'rsiz. Rahmatli hojim o'zining ketib qoldig'ini ko'ngli tuyg'an chig'i menga nurg'un dunyoni qoldirib ketdi.
Shuncha ko'p ta'alluq qo'limda bo'lg'ashqa. O'shundoq boyashab turmush kechiryapman. Ajab satoldi. Unda Sizga yig'lablik ketdim. Hojimada tomoq tayyor bo'lib qolgandi. Chiqib yeb olamsizlar. Tomoqni birdamda tayyor qildingizmi? Shundoq Maryamada. Men kelgandan beri Hojimadam sizni og'ziga tegmay maqtayotdi. Rahmat. Amiz chiqib tomoq yeyli. Tadınmay ilinə, xasiyət çay qoyun. Mana. Birəsi bilan həmrə olub qızalansa, nimi degan ko'ngillik? Qani. Yolg'iz odamning kuni bakmi tasdid ekan. Har qancha esil g'izo bo'lsa-mu, odamning tiliga tetmaydi. Xasiyət bor emasmi? Meningcha u xil tuzukda ko'rindi. O'g'u shundaq, lekin nima degan bilan u degan xizmatkorda. Odam ko'nglidagi gapni ko'rganlar odamga tegilmaydi ekan. Uning ustiga u balida odamning holiga yetamdi. Bu deganlaringizmi to'g'ri? Meni ko'rganlar ishga aralashgan deb qolmang. Siz bir hamroh tepasiz bo'g'dak. Yosh odam hammani yolg'iz o'tamaysiz-da. Olamadsiz. Og'rib qolsangiz yoki qiyirganda qanday qilasiz? Choy iching. Erimning qazo qilib ketganiga 3 yil bo'ldi. Shuningdan buyon yolg'iz yashab kelyapman emasmi? Ammo mushkullarda to'lib g'erib sinib ketyapman. Hilim yaxshi. Uyda televizor bo'lib qopti-ku. Bo'lmasa bu kunlarni qandoqmi o'tkazatdim? Buni siz tushunmaysiz. Tushunmamdigan. Hayvanat qushlarmi jufti bilan yashaydigan tursa, odam yolg'iz yashay olamdigan. Obdan singlim, yog'dek gap qildingiz. Men bugun sizni yordam qilamikin deb maslahatga chaqirgandim. Nima? Meni da'vatamsiz? Shundaq. Mening mo'g'u do'st yaran tunish bilishlarim bor. Lekin ularning ko'pinchisi taqvodor hojimlar. Ham hoji xonimlar. Ular bu haqda tish yerib eg'iz ochmoqmi tas? Ota-ona, qarindoshlarimga kelsak, ular Urumchida emas. Ularga degan taqdirdimi, ular nima deb o'ylab qoladi deysiz? Choy iching. O'zim topay desam, mush saloyitim, mush turqim bilan ayollar aralash to'plangan o'yin tamash so'rlarda jursam, haqla meni nim deb qola deb gap so'z chechakdan qo'rqaman. Tul ayolning kuni haqiqatan taskin. Ko'nala pul bo'lsa jangalda sho'rpa degani bilan, lekin pulmo hammaga qodir emas ekan. Shunday emasmi singlim? Ikkalan azaldan ko'rishib baxmagan. Lekin siz iliq kuni menga shunday yaxshi yordam qildingiz. Bu mo Xudoning taqdiri. Bizning ochiq rizqimiz qo'shilgan o'xshaydi. Shunga sizga to'liq ishonsam bo'g'dak. Mubada urug' tuqqan, xulum xo'shlar, tunish bilishlaringizning ichida o'zi yuvosh, samimiy, muloyim birasi bo'lsa, surishti qilib baqqan bo'lsangiz. Albatta, bu ajringiz uchun sizni obdan rozi qilatdim. Mengan qadimingizni quruq qo'ymaydim. Hargiz undaq deyman. Siz meni shunchalik nazaringizga ilib, men shuncha ishongan yerda
Mənmə əlbəttə layiqli iş tutuman dəңə. Lekin bilmədim, sizə qandağaraq adam. Ondaq demisiniz-cu, mən sizə to'liq ishonayotgan yerda siz Bo'pti. Bu ishni mən bir o'qishib baqay. Agar muvofiq bir as chiqsa, men sizga darhol xabar qilaman. Vaqt bir yak berib qapti. Oy, Endi mangmasam, bolalarning dadisi xafa bo'ladi. yana birdam o'tdasingiz bo'ladi. Ma'qul, Quruq xo'sh, qaytadigan bo'ldingizda. Oy, to'xtang afkam. Sizga ikki qiz gapim bor, ma uy kiring. Kiring. Aldirmang birdam o'tiring. O'tiring afkam. Bu sizga tayyorlagan ozroq so'g'amni Hech qabul ishdan qilaman. hech ish yo'q. Bu nima ish endi? Undaq demang. Bu mening kichkina ko'nglim. Bunda qilsangiz qanday bo'ladi? Bu 2000 qo'y pul. Ikkimizning yuz ko'rish so'g'i so'p qolsin. Bo'lmaydi. 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 Bu mening ozroq ko'nglim. Men texsizga ish qilib bermay turib, bu so'g'larni olsam qanday bo'ladi? Men qilgan yordamingizga aytadigan rahmatim boshqa texi. Tuz qilmay eling. Meni xijil qilmang. Buni hargiz olamayman. Hargiz undaq demang. Ikkimiz och singildek bo'lib qolgan tursak, yan texi meni yod ko'ryapsiz singlim, undaq qilmang. Eling. Yo'q. Xosiyat, bir so'rayib qoldi chiqmay. Meni to'liq osal ahvolda qo'ydingiz-ku. Yo'q, undaq demang. Hargiz undaq demang. Endi bularni olamanmi? Voy, bu kichkina narsalar-ku. Mana akeldim. Ekran. Asta, nimsachchilik bu. Ha, bo'ldi. Malonni sevitayli. Bekli aldirab qoldingiz. Yana birdam o'tdasingiz bo'ladi. Rahmat, elimi toza Sizni o'tdadim. qondirvag'im batdi. Qo'nib qolgan bo'lsangiz ikkimiz toza mungdishatdiq emasmi? Rahmat. Bek koyib ketibsiz. Yo'q, Men bo'ptamisa. Buni ilib eling. yo'q bo'ldi. Endi buni olamayman. Yo'q, undaq dema. Amsam zot bo'lmaydigan o'xshamamdi. Amsizdan xaf bo'laman-da. Ma'qul amsa, men cho'qim bir amalni qilay. Yo'qab ketmay. Xo'sh. Bundakin kep turing, ha. Xo'sh amsa. Xudoyimga omonat. Ma'qul, xo'sh. Assalomu alaykum qizim. Va alaykum Hozir assalom. barki. Ba, qani kirishdilar? Qani kirishdilar? Hoji mada, mehmon keldi. Mana. Assalomu alaykum. Gulsajim, teshtiribmi? Talar salomatmi? O'zdircha teshtirdimi? Teshdimlar. Kelsa teshtiribmi? Teshdiriblar. Qani sizni quraytdingmi? Qani. Qani xo'sh. Xo'sh. Amin. Allohu akbar. Qanday teshtiriblar. Hammalarning uy ichilari teshlikmi? Teshtirib. Hozxinim, o'zlarim obdan to'limiki, sizni og'rib qopti deb sizni yo'qlab kelib edim. Shunda. Unda xil yaxshi bo'lib qoldim. Xudo shukr. Rahmat bolam, rahmat. Rahmat qizim. Rahmat. Qani choyga beqaylar. Qani. Asla. Nima izdayapsiz? Tamaka. Xafa o'tamsiz? Albatta xapulayman-da. Man qara. Mushu bir necha kundan beri hadisli kishida kilgan bo'lib qolding. Sen sütungni satmay, dallollik qilib o'tamsan? Nimanchilar sat gap qilgansiz? Men ikki bolaning onasi bo'lgan ayolingiz-ku.
Haq samimiy ko'ngli bilan yordam so'rabsa, yana bir talay pul bergan tursa, men shu bolalarimizning o'qish pulini g'amlab olamiz bekin deb shunday qilyapman-ku. Ahmaq xotin ne? Xotin, mush 2000 so'm bilan bolalarning shayli ulatdimi? Mush 2000 so'm bilan ash xotinning shayli ulatdimi? Jim. Xotinning bag'rizligini biz har qancha namrat bo'lsak-mu, kunimiz qadravol o'tayotdi-ku. Kishilarga unda qo'l sunmayli. Xudoga shukr. Balamiz xili aqlli cho'ng bo'ldi. Agar pul topolmay, dashad o'qitamasak, bizga o'xshash dehqon bo'lib ketadi. Yo'q. Men bolalarimni oliy maktabda o'qitgan. Ularning bizdek bo'lib qolishiga hargiz yo'l qo'ymayman. Bir urma. Dada! Dada! Balam. Oppa, keldinglarmi bola? Aka sumkangni. Dada! Terlab ketganingni Ne qara. bo'ldingiz? Eshitdim bo'lmadim qizim. Uzringlarni shu bolam. Darsinglarni tayyorlanglar. Men topshiriqlarimni ishlab qo'ygandim. Dadamga yordamlashay. Juring dada, ishimizni qilaylik. Opa, men topshiriqimni ishlab qo'ygandim, Maqsud bolam. Elingning tuzini yegaysan halol. Tuzchining oldida bo'lmagan halol. To'pongdan nima uchun yasalsiz bo'lsa, tuzi yo'q tuproqdan tutmagay saqol. Ozg'ina ajrimga qilma tamanno. Maqtanchoq hech qachon bo'lmas dana. Ajringning qimmati zot qanchalik, xaloyiq bergisi o'rinliq dana. Balam, sen bir tal yedin. Qo'lingni avayla qizim. Dadisi, sizni bir tal yeb qo'ying, ma'qulmi? Yemayman. Kompyuterimni aldamoqchiman. İşte, xiyolingizda men sizni aldab ketdim-da. Gap qilsam haddan oshib ekanda, işte. Bo'ldi, nima? Hacimede, çayını akırıp koydum. Hacimede, bugün burunrak aramasla. Hacimede, gözlerini açsıla. Sütçü Meryem edem kepti. Kim o? Sütçü Meryem edem. Hili sütçü ayol mu? He, o sizni pek saklap ketdi.
Voy nimishqa meni baldıroq o'g'itib etmedingiz? Chapsaroq bo'ling hamsa. Mariya, yaxshitirdingizmi? Tinchlikmi? Tinchtiribsiz. Yaxshtiribsiz. At degandil sutni setib bo'ldingizmi yoki men xush xabar yetkazgili kirdingizmi? Meni apu qiling. Qaraganda men siz topshirgan ishning hudisidan chiqqanligidekman. Kecha tun bo'yi o'ylab chiqdim. Lekin sizga loyiq kelgandek bir odamni topolmadim. Men taniydiganlarning hammasi dehqon odamlar ekan. Shaharliklardan sut oldigan xaridorlardan boshqalarni tanimaydi ekanman. Men yordamimni sizdan ayamayman. Lekin hozircha bu so'g'larni sizga qaytarib turay. Sapol keling. Avval choy pay ichayli. Xosiyat, choy kiring. Ana hazır. Shundoq. Rahmat. Bu ishda sizni qiynab qo'yibdiman. Buning kishidan yordam so'raydigan ish emasligini cho'qim bilishim kerakdi. Undaq qilmang. Yig'lamang bo'lamdi. Bu dunyoning ishlarini oldin o'lcharlamak to'limi taskin. Hajga berishdan ilgari menmu kishilarning zo'qigidek moda qizlardan itib talay yigitlar kaynimga kirgan. Tanlab tozga uchrabdi degandek qo'lidan ish kelmaydigan bir noahli qimavozga tegib qopdiman. Uning bilan 3 yil uy tutdim. Arada bir farzandlik bo'ldim. Balamni otsiz yetim bo'lib qolmasin deb tishimni tishlab hammadaki bardoshlik berdim. Lekin ko'p o'tmay bechora qizimga qizil chiqib qoldi. Uyda pul bisatning hammasini u quttirib tugitib o'tkazgan. Bechora bolamni davolatish amalsiz qoldim. Balaning ko'z oldimda o'lib ketayotganiga qarab turmoqdan boshqa amalim bo'lmadi. Keyin Xudoning irodasi bilan bu hojimga uchrab qoldim. O kishi yeshi cho'ng bo'lsa-mu, muloyim, oq ko'ngil, yuvosh odam edi. Gerçi o ko'nglimni olamagan bo'lsa-mu, menga intayin kuyunatdi. Holimga yetadi. O kunlarimiz to'limi tish. Shunday ko'ngillik o'tgandi. Ammo hozir mana 9'um telligidek bo'lsa-mu, lekin yolg'izlikdan o'zimni yana bir sho'r peshan ekanligimni his qildim. Belki men maqsadimni aniqroq tushuntiramiga o'xshayman. Men hargizmo atoq obro'y, nom nasab, pul boylik deganlarni qo'g'lishib yurmayman. Menga faqat samimiy bir odam bo'lsa bo'ladi.
Bana faqat bir hamroh bo'lsila. Halimga yetgudek bir odam bo'lsa bo'ladi. Bu qandaq mushundaq bir odam tepilarmi? Tepilibmi qala? Lekin Tushundim. Men tushundim. bu nima qilganingiz? Konularda odam kiyim bilan, ot ega bilan degan gap bor. Odam o'zini tuzimis bo'lmaydi. Ma 3000 ko'yni ag'ash ketdim. Agar qo'li qisqaroq odam bo'lsa, mush pul bilan usti boshlarini o'ngshib olsin. Odam sat emas, kiyim sati deydigan gap bor emasmi? Masalan, sizni olayli. Agar sizmichi bir qo'r chiroyli kiyim kiysangiz, ravrus kirim qilib, yana bir jirish siz o'zini taqab yiqma, rosa ko'zning yig'ini yeydigan soyib jamonlardan bo'lib ketsiz. Sizni ko'rgan kishilar og'izni ichib qoladi. Oy. Keyin sizni-chi ayrim rozi qilolaman. Siz avval mening gapimni anglang-a. Ben o'tganda gapning hammani sana deb bo'lgan. Astagfirullah. Endi yana bu pulni ko'tarib kelsang. Uningga bir loyiq deb bersakli bo'lmadimi? Bizdan nima ketadi? Uning ustiga biz hozir pulga shundoq ehtiyojlik tursak, qizimizni o'qitadiganga Pulga ehtiyojlik deb haqning 5000 so'mini qaqib so'qitsa qanday bo'ladi? Bu qaqib so'qitganlik emas. U o'zi badi Abdulla siz to'xtab turing. Ha, nima? Bu pulni men bolalarni o'qitishdan. Dallollikdan topgan pulga men bolalarımni o'qitmayman. Bu nima degan gap? Bu pulning keragi yo'q. Pulni siz olmasangiz Ne men yapasan olaman. apa? Qanday degan gap bu? Bolalarning o'qish pulini qanday qilamiz? Qizimizni pulimiz qanday o'qitmoqchi? Siz deb ketma. Bo'lmaydi degan gap bo'lmaydi. Bu uyda men deganim bilsam. Endi qanday qilamiz? Senin gapingga kirib, odamni izlab baqdiq. Biroq hech qanday natija chiqmadi. Baka Adembeka, shapochlig'imiz qoldi shu. Nima degan avorchilik? Pulni qaytarib o'tayli. U pulni men allaqachon ishlatib bo'lgan. Nima? Shuncha jiq pulni ishlatib bo'ldingmi? Shahardagi to'liq o'rta maktabga qizimizning 1 yillik o'qish pulini to'ladi. Dadingizning ko'ziga tushgan oqni davolatish uchun 1000 yuan berdim. Qo'limda yana nima qoladi? Hey, hamakat xotun. Bu ishni bitirib qilib bo'lmay turib pulni xajlab bo'ldingmi? Ma xotunning ahmoqligini aplijama. Sen hamakat xotunning gapiga nima deb kirgandiman, ha? Jahondagi erlarning eng ahmoqi xotin kishining gapiga kirdi. Mana men gaping kirganiga men bu ahmoq.
Man qarang, men bir amal topdim. Qandaq amal topding? Qandaq amaling bor? Eringni ichqib satmoqdan boshqa amaling yo'q sening. Setiversamchu. Hey? Ha? Rost setyapsan? Qara seni. Hey, Hacı xanımga meni berib etmaydigansiz? Men sizni shunday yaxshi ko'radigan tursam, rostini berib yetdimmi? Rostdan berib o'tadimmi deysan? Yolg'ondan berishing bormi titaqa? Sen-chi, mushu susatqandan beri o'zgarib ketding. Meni kesalman, pul topolmaydi demsan, ota-onaning ish ko'p demsan. Sen mushni bana qilib ajrashmoqchimi? Pul deysan. Sana zaten qanchalik pul lozim-te? Agar sen pul lozim bo'lgan bo'lsa, kallarni chiqib setitili, o'lim setitili. Siz nimandaq mening maqsadimni tushunmaydigansiz. Qandaq ishda qoldi? Sen zat maqsading nima edi? Nimandaq yo'lsizlik qilasiz? Kim yo'lsizlik qildi? Mening gapimni anglab baxmamsiz. Men sening gapingni anglagan. Endi sen meni do'pbek bo'lasan. Ko'rinish uchun mundaqli berib Sen birlar Allahni deysan. Nimandaq doimli yerim kecha so'qishib odamni uxlatmaysizlar. Gapinglar bos chiroyli qilsanglar bo'lmamdi. Dada, appa, yana mening o'qish pulimning jetilimi? Bo'ldilar. Pul uchun emas, bolam. Bo'ldi. So'qishmanglar. Men bu shaharda o'qimay, bo'ldimi? Balam, biz o to'g'riliq so'qishmadik. Bo'ldi, chiqib uxlanglar, bolam. Chiqib uxlanglar. Jirafkam, uyqumizni uxlaylik. Men bu shaharda o'qimayman. Dadam bilan kala boqaman. Kaladan yuzni baqsaq-ku, mushjidal chiqmas. Anlatamsiz, gapimni anlab berdim. Ham xiyol qilma. Siz bir ko'rib qo'ysangiz bo'ladi. Undan keyin Mumkin emas. bir mezgil o'tkazib, bana topib. Bu gapingni anglamayman. Nechasimiz chiqisholmaydi ekan deb qaytib kelmamsiz. Men hargizmi bormayman. Shunda qiziqlar u pulni qaytarmoqda yo'q. Yana bir oz pul undirib olaymiz. Uxlamay tush ko'ryapsan. Hozir tun yerim bo'lib qoldi. Ballarning qiymati qilyapti. Emis o'zing bor. Satmoqchi bo'lsaq o'zingni sat. Ko'chada undaq ayollar ozmi-te? Yuzingni serib bitib, qo'sh xotinlarni dorab, ko'chaga chiq. Abdullah! O la'natga ko'r. Ma'qul. Bolarim mushada qolib baqsin. Men nima degan shu peshona? Ey bo'ldi, baqaman. O'g'ni ketib, vallahi o'g'ni ketib. Vallahi o'g'ni ketib. Afsusli shumi. Hacimede, almanı ne koyay?
Әкелің, маңа бер. Atan kamı, latan mı deb, əsli sizlə. Latınız kamkən emasmı? Bu kiyimlər sizə bəkli yarışıb getdi. Əgələ? Oş, sərralıqlığınızı çandırmana. Ay, şuna. Düşküm yok. Şunamsız. Oy, nemi daqılsız? Oldu qaytıp gidelim ço. Şuna, kep boğanda nemi daqılsız? O siz... İkinci qavatda. Ben ustam, rəhmət. Şuna. Maqara, kirmeyli ço. Ay, nemi daqıldığansız Ey, mənə? kirmeyli. Ben şu tapda kirip koysamlı çıkamaydıqandek de tuyulup atıdı. Maqıl digine kirmeyli. Ey, kirmeyli. Acab qızıqkənsiz, ixtiyar özünüz tursa, xalq sizni nem qılalaydı? Meni kızgaldımıqdan qarğanda o bir sert xodda oxşamam da. Yakı olmasa terkisli var mı ya? Ularning binoga kirib kelganligini ko'rgandim. Uyga tex chiqirmayotdi-ku. Xosiyat, siz kirib ishingizni qilgan bo'ldi. Ma'qul. Qiziqkan sizga mamam. Manga xuddi kirib qo'ysamli chiqolmaydigandek tuyulib atıdı. Undaq bo'lmaydi. Menga. Ay, to'xtam. Uni ko'ribla o'zgarib qolmang yana. Nimalarni da'vatqansa? Rastayma qiltaq ilinib qolmang. Emisi. Bo'ldi, chiranga. Oy, ular kelgan o'xshaydi. Men. Tinchlikmi? Tinchlikmi? Qani kiranglar. Tinchlikmi? Tinchlikmisiz. Qani, shu qirg'i chiqayli. Qani xo'sh. Allahu akbar. Ishtirsizlar. Bu kishi erimning bir navri enisi bo'ladi. İsmi Abdullah. Teşekkürsiz. Bu yoq men sizga doim gapini qilib beradigan Gulnisa hajim bo'ladi. Xosiyat.
Әкелің. Қане, чайдан илің, Рахмет. Biz yo'ldan o'tib ketayotgach, kirib o'taylik deb kirgan to'q. O'zlarini bak avar qilib tutdiq. Undaq demə. Hacı mədəm degan. Cahan köygen ayal. Hər qaçan mehmanlarga dastıqan ekan. Татынмай, мәселеге бекіңла. Чай için. Апа! Дада! Апа! Biz keldik. Qaytib keldi. Апа! 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 Әдәт, адамда апам yoqturdu o. Tazı obdan yedik. Dua qilib bering. Oy, tuzuk yemey. Nем qilganinglar bu? Tazı yedik. Obda yedik. Bak o'xshab tikandiq. Sizden kelsin. Amin. Allahu akbar. Rahmat. O'zini bak qayta tutdiq. Ma'qul amsa. Men mushinchilik o'tiray. Ballarning maktabdan keldigan vaqti bo'lib qoldi. Menmi qaytay. Siz Hacı mədəm bilən birdən paranlışıb andın qaytarsınız. Ben qaytmasam bo'lmaydi. Yen birdem oturup Helima. çay içip mamay. Tazı avar qildik. Birdem otursanız bulatdı. Xoş. Onda xos to'xtab turing. Men sizdan qo'rqib qaytdim. Nima deyman? Ahvol qarab nima demamsiz. Ma'qul amsa, men qaytay. Qo'rqib qaytgan bo'ldingiz, men asaqsın ballarga Yana aylanay. bir necha avar olib ketibsiz xo. Bo'ldi, uzatmang. Mehmon yolg'iz qolmasin. Bo'ptimisa. Ma'qul, xo'sh. Xasiyat. Mahadashni uzitib qo'yg'ash. Taksini sep qo'ygunchimi? Voy, bo'ldi. Mani Bo'ldi. tamoqni ballarga og'ash ketdim. Rahmat. At kelishni unutib qolmanchimamisa? Xo'sh. Uyga chiqib olsam-ku. Uyga bo'lmadi. Tazim uzoq keldingizmi? Birdan paranglashib o'ltirib qoldik. Qanday bo'ldi? Nimalarni deyishdinglar? Qanday qiladi? Men sizni rostila chiqishib qolsin deb ivatmagan. Abdullah. 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 Kopongnya mangayli. Turungnya. Dada! Dada! Apam mangayli.
Dada, qoping a. Rustam, qopamamiz. Mangayli. Rustam, mang. Dada, biz ketdik. Opa! Opa! Apa? Özlerim, tamam diyemiz. Voy. Al aldın mı? Aklımdan birden kırıp vermem, aklı hoş. Voy. Qanav al. Valla teştik. Siz mi baxtda chiqdingiz mi? Kim qoqib tur ha? Voy, al aldın mı? Keşti barmay. Maqul hoş yaxshi. Voy. Hacimada. Hech turibsiz. Hech turibsiz. Undan turibsiz. O'tiring. Birdan usuzlik bilan to'rtta keling. Bo'ldi. Uy ichingiz tinchlikdi? Tinchlik. Bizning hali tuqqan pisantingizga yaradimi? Qanday qaraqki? Yaramamdigan. Shundaq o'tdan tuqqaningiz borligini sadla o'ylamabdi ekanman. Turqidan yuvosh, muloyim kishidek qiladi. Shundaqmi? Men tex sizni jahon ko'rgan ayol tursa, bizdek saralıqlarni yaratmasmikin deb edim. Undaqmi bo'lamdigan? Saraliq bo'lsin bo'pti. Mening ota-onammi saraliqdi. Eling-a. Sizni xato tanlamabdimanchimi? Sizning sababingiz bilan bir yaxshi odamga uchragandek qilaman. U ilgari xeyli dard tatgan odamdek qiladi. Dada! Dada! Ha, Xo'sh emisa? Xo'sh. qizim. Dada! Tinch to'lama? Ha. Jirim, qaytaylik. Dada, siz yana shaharga kiribsiz-da? Men adigan sizni akirib qo'yg'ini kirganingizga tax chiqib ketmadim. Maktabga kelgan tunji kunlar saboqdoshlaringiz bo'zaq qilib, sizni yig'iltib qo'ymisiz deb chiqib ketmagansiz. Dada, siz menga yaxshimi? Qanday qizim? Yaxshi bo'ptimi? Bo'pti. Nima? Qanday qizim? Burunqi yiz maktabga qaraganda bu maktab yaxshimikan? Yaxshi. Muallimlaring, saboqdoshlaring-chi? Hammasi yaxshi ekan. Bizning sinfda cho'ng boshliqlarning bolalarimi nechta bor ekan? Ular mening izchil 3 yaxshi o'quvchi bo'lib kelayotganligimni anglab, menga nihoyat hurmat bilan muomala qildi. Muallim sinfda opam ishqalarimni maqtadi. Sizni maqtadimi? Ha. Muallim sizlarni yiroqni ko'rar, g'oyalik ota-onalar ekan dedi. Dada, ukamni mush maktabda o'qitaylik-chi, dada, ha? Amdi, qanday qilay deysiz? Meningcha, u kishi bo'g'idek. Bo'y turqimi joyida ekan. Uning bilan bir mezgil oralashib ko'raymikin deyman. Turus. Avval sinab ko'rib yiqing. Keyin chiqishamay qolmang. O'zingizga ma'lum, men haji qilgan. Uning ustiga tul qoldim. Bir kishi bilan to'y qilmagan ahvolda oralashib yuraversak qamlashmas. Shunga meningcha nikoh o'qitib tursak bo'larmikin? Agar muvofiq ko'rsanglar, hozircha u mening uyim turaversin bo'ladi. U chaqda o'zaro tushunishimizmi oson bo'ladi. Nikoh o'qitamsizlar? Agar qo'shilmasangiz, bo'ldi qilsakmi mayli? Yo'q, men emas. Meningcha, men u nimdaydigan da'vatim ana. Sizga ko'pdan ko'p rahmat. Keyingi ishlar taqdirining o'rinlashtirishiga bog'liq. Ikkimiz chiqishib qolgandek, uning bilan chiqishib qolamiz.
Bu so'mkadagi pul minnatdorligimiz bo'lib qolsin. Bunday qilsangiz qanday bo'ldi? Qilmay eling. Qarsam, uning o'qishida kiyimlari qiladi oddiy ekansiz. Boy bozordan bir qur yaxshiroq kiyim olgandim. Ag'ash keting. U almashtirib olsin. Eling. Buningdan keyin urug' tuqqanmi bo'lib qolamiz balkim. Bo'pti amsi. Hargiz tuz qilmang. Shundoq bo'lsin ukamma. Ma'qul. Ma'qul, xo'shamisa. Atda bizning uyga bir kapkasini etib qo'ying, ha? Ma'qul. Ma'qul. Xo'sh. Xo'shamisa. Bu Kabe Beytullah'mı? Ha. Hey, nima degan haybatlik ha? Demak, sizlar bu yerga berib tikanlar-da? Shundoq. Men bag'an. Agar rizqimiz qo'shilib qolsa, silinimi Makkaga olib beraman. Menimi? Ha. Ikkimiz ibodat ham ziyorat qilg'ash, oz-to'la tijorat qilib kelamiz. Yo'q, bo'lmaydi. Men borolmayman. Voy, bu nima deganlari? Hargiz undaq deymizlar. Hey, qarsam, toz xushalamasdek ko'rindilar. Ko'ngillarda bir ish bormi nima, ha? Turmush deganning bosh oxiriga bir nim demak ta'skan. Mening shundoq yaxshi bir oilam, bir qiz, bir o'g'lim bordi. Qayg'urmisizlar. Men sizning hamma azoblarini unutildirman. Men mana shu o'yla o'zlarining kelib igdorchilik qilishlarini kutib turibdi. Azroq pul olib berib, uylaridagi ishlarni izg'i selvasizlar. Bolalarni obdan o'rlashtirib qo'ysizlar. Andin odam chaqirib nikoh o'qitib olayli. Qandaqli bo'lmasin, men muqaddas ibodatgohlarni tavob qilib kelgan ayol. Nikoh o'qitmay turib bu uyga kirib chiqib jursizlar. Haqlar so'z cho'chaq qilmamdi. Shunga qoida bo'yicha odam chaqirib nikoh o'qitib olaylikmi? To'y xitini kerak olsaqmi bo'ladi-ku, ha? Bo'ladi. Ha, endi qanday qildik? Gap qilmamsa? Endi sening nafsingga to'ygandir. Lekin pul xarjlagan kishining niyati bir er bilan tanishlar emas ekan. Sanza. Hammasi uy uchun-ku. Acaba bu uy pul ishlaydigan menlimi? Ayni chog'da u bir odam tanishtirsanglar bo'ldi degan. Onun sizni bir ko'rikli ish boshlab kelishini kim bilibdi? Sencho, oxiri mush uyni vayron qilasan. Endi qanday qilib? Nikoh o'qitishga qo'shilganingiz uchun u menga
yana nurg'un pul berdi. Pulni olgandan keyin ishimizni ishimizga tiqib olsak qandoq bo'ladi? Undaqda menchi. Men degan yog'och emas. Mening oldimda turayotgani balki kishini maftun qiladigan nazokatni urg'ib turgan bir ayol. Biz uni oltimoq tugul. U meni ozdirib ketadigandak turdi. Bir kun emas bir kuni mendan ayrilib qilib, kim görüp yig'laysan-ki qani? Shu vaqtda ko'ramiz. Mumkin emas. Men uningdan yosh, u mendek chiroyli emas. Yana bir qiz bir o'g'limiz bor. Da'vatgan kipini. Sadaqan ketay Abdulla. Nemishqa siz ham ishni yomoniga jo'raydigansiz. Qizimizning shahardagi o'qish pulini topshirib bo'ldim. Uning qanchalik xo'shligini sizmi ko'ryapsiz? O'g'limizning o'qishining g'amini qivoldik. Ular to'liq o'tirni bitirgicha biz jon tikib ishlasak, ular oliy maktabga kiralislar. Biz murodimizga yetmamdik. Biroz chidaylik. Bolalarımızın keləcəyi üçün, bizning kelgusimiz üçün bir mezgil bardoshlik berim. Sizni iyak evatishga mening ko'nglimni unaydi demisiz? Yolg'ondan bo'lsa nikohni qilaylik. Endi biz haqni oldiganni oz deb, Xudonim aldaydi ekanmiz-da? Endi qanday qilamiz? Bizni Xudo o'zi kechira. Xudo bizni kechira. Navoda hukumat bo'lib qolsa qanday qilamiz? Bu qonun bir taqildigan ish tursa. İnim Abdullah, kechirgaysiz. Ahvoldan qaraganda to'yxat ammabsizlar. Shunga bu nikohni o'qishga bo'lmaydi. Ahmadjon sizningcha shundoq. Hozir jamiyatda ba'zi oxun imomlar ozgina pulni ko'zlablar. Kim taklif qilsa, to'yxatini surishtirmaylar, berib nikohini o'qib, qo'sh nikohni qilmishni paydo qilyotdi. Bunun bilan nurg'un qizlar ham nurg'un oilalar bu xil qilmishning ziyniga uchrab, xoni vayron bo'ldi. Shuning uchun bu nikohni o'qimaganimiz durust. Albatta. Sizlar undaq odamlardan emas. To'y xitinglarni epoplar bizni chaqirsanglar, kelib nikohinglarni o'qib qo'yamiz. Bo'ladi. kechirsizlar. Choyni ichdik, yeydiganni yedik. Ham biz qaytdilar. Shunday qildi. Qani. Amin. Amin. Allohu akbar. Rahmat emiz. Biz qaytamiz. Qani. Bo'ldi, uzatmaslar. Qipqaslar. Yo'q bo'ldi. Biz uzatib chiqadi. Ma'qul emiz. Ma'qul Abdurmajika, Ahmadchinika, Mijidka xafalaşmaylar. Xo'sh emiz. Xo'sh emiz. Har qaysini bavar qilib aytdik. Rahmat. Xo'sh emiz. Oy. Qani, juqurasizlar. O'tiring. Yo'q, siz o'tiring. Yo'q, o'tiring. Ularning deganimi to'g'ri. Ularmi bizga yaxshi bo'lsin deydi. Aldirgan yo'lda qola degandek ish bo'ldi. Shuni deyman, meningcha bu ishga ancha aldirib ketmasak bo'g'dek. Singlim Maryam. Bu gap sizning gapingizga o'xshamayli qoldi. Men asli Abdulla bilan bir mezgil sinishib, ondan to'y xiti olsaqmikin deyishgandik. Endi hamon oldigan bo'lgandan keyin vaqtida evitaylikmikin deyman-a? Bo'lmaydi. Sizlar texmini tushunmaylar.
Voy, nemish tushunmagidakmi? Rostdan desam, silni tunji ko'ribla yoqtirib qo'ygandim. Bu mening texi ballarim bor. Ularning qanday o'ylaydiganligini kim biladi deyla? Men o'ylab qo'ydim. Balalarning onasiga ozroq pul berayli. Hozircha balalarga u igidorchilik qilib tursin. Biz to'y qilib bo'lgandan keyin qachonli bo'lsa balalarni qishimiz aytib bo'ldi emasmi? Yo'q. Bo'lmaydi. Navoda ikkimiz abdishamay qolsak, shuncha jiq pulni qanday to'lab beramiz? Sizlar bizning ishimizga zotlik ko'ngilshmayotdilar. Men undaq ushuq, ta'tirmijaz ayol emas. Hamma ishni o'z ixtiyorlariga beraman. Navoda men ko'ngillariga yoqmay qolsam, men bilan birga o'tkinlari kamisa, oylik kelsakmi bo'laverdi-ku. Pulni talab qilmayman. Abdullah, Hoji madamning deganimi xeyli o'rinliq. Bo'lmasa Seni zot ayollarga nima ish bo'ldi? Qandoq degan gap bu? Abdullah, chiqdingizmi? Akilanga ajrashqinimizni xabar qilib qolmasa. Nikadımı ajrashdik. Hammani dignidak qildim. Aqilti yaxshi bo'lg'ay, ilohim. Men uyda yo'q chaqlarda o'ylarimlarning ishlariga yetishmasam, uydagilarni yordamga chaqirasan. Endi bolalarga nima demoqchisan? Ish qilib rost gapni demasmi? Bo'lmasa ular boshqacha o'ylab qoladi. Lekin ularga deydigan bo'lsang, ko'ngli yerim bo'lib bizni ranjidi-da. Amsi qanday qilamiz? Amal qilib tezroq yenishib olamiz. Sizmi u yoqda uzun turib ketmang. Bolalarni yo'qlab uyga kelib turishni unutib qolmang. Menga yordamlashib turasiz. Sening bundoq yomonligingni men hargiz o'ylab boqmabdi ekanman. Yomon? Bu nima deganingiz? Boshqalarni aldab qolmay. Menimi aldidim. Men seni rostli bo'shchaqlab ekanman. Mana endi o'z uyim turug'liq. O'z uyimga qaytolmaydigan bo'ldim. Men zodi nima qildim? Men zodi nima gunoh o'tkazib qo'ydim? To'y qilib mushkungacha mening sizga 50 qo'yliq bir narsa og'izgan yerim bormi? Siz meni tushunmisiz? Meni endi kim tushundi? Vallahi demisam, bana bu nima ko'ngilli? Voy, bo'ldi, shig'limag'ina. Hammasimiş bolalar uchun-ku. Mübarek olsun. To'y qilyapsizlar. Voy, bek chiroyli bo'lib ketibsiz. Muborak bo'lsin. Muborak olsun. Muborak olsun. Allah qo'shtiriblar. Qani, marhamat. Muborak bo'lsin, muborak bo'lsin. Muborak bo'linglar. Muborak bo'lsin. Muborak bo'lsin. Qani, elona. Soqash o'tirma. Mana o'tirma. Ha, bo'ldi. İnslah deyman, inslah. O'zdirma asli. Qani. Inslah.
Opa, qozqum içib ketdi. Balam, mən kanın sıyıq etib, andan tamaq edib verəysizlər tapşırğınlarını işlənlər, hə? Ukam, yaqindan beri apamның kayfi tas joyida emas. Ular nemish qochirishib ketgandi. Bir haftadan o'tib o'tibdi-ku. Rastını desem, ularning bizga bildirgisi yo'q ekan. Esandimi? Heyliq kuni kechda apam dadam ikkisi qattiq so'qishib ketmadimi? Shuni ular yaqindan beri g'alit bo'lib qopganda. Bo'ldi, topshiriqni yoza. Endi sen hayvon qildingmi meni bo'za qilmagan? Tepa! Mana tepa! Asla. Doktor Pirsla. Asla. Mayqa. Oysla. Bilemsiz, ben aselden arak içmekmeğen bugün mimarlı ussuzlukka harak arlaştırıp içkisi ötüptü. Hiç ne bulmaydı. Oy, ne oldular? Astıydı asla. Ay. Çıraylık, bek çıraylık. Benim xotnum bek çıraylık. Bilemsiz. Bek çıraylık. Bugün hiç gelmeydi bu. Keçirgan bu. Meryem'den tek gelmedi mi? Kündü bakış kep bulup duran bu. Şunu deymen. Boğan bu. Saatin bir yerde. Şu emasmi? Tünügün sizlerimi kördüңlar ku, o diyxan boğaşqa, bek yuvaş, sat adamken. Keyingi işler elbette özemge bağlıqda. Anam dayım, bende aldırgan bilen Xuda aldırmaydı deydi.
Her işning o'z vaqt soati bo'ldi ekan. Shunday emasmi? Tag'amning idorasidagilar uning usuzligiga haraqni qo'shib ishkizib yetibdi. Ta hozirgacha masliga yechilmay tiq uxlayotdi. Shundaq qarmoqqa pek temkin gap so'zlarimi o'rinliq ham qoida usulliq ekan. Agar dadam bilan opam kelgan bo'lsa, cho'qim qo'shilib ketadi-da. Shunday bo'ladi. Shu. Shunday qilamiz-da. Hay, men sen keyin telefon qilaman. Oy. Mijozlar yo'qmi? Abdulla? Nim bo'ldilar? Sizlar bu men Opta uxlabdimi? Kechirsizlar. Akşam ular menga ko'proq ish kuzatibdi. Sizlarga avorchiq deb bermagandimi? Oy, yo'q. Kechini shunday yaxshi o'tkazdik. Abdulla, mavo kiyimlari o'rinlardan turib, juyinib. Hojimadan Almashtiryapsizlar, ha? Mana. Uningdan choy iching. Men o'lay. Hey. Astagfirullah. Hojimada, hali sut chiqotdi. Oy, undaq deyman. Endi tuqqan bo'lib qoldik emasmi? Kechirsizlar hojimada. Maryam odam sut tukunini texchi oshmabdi. Nima? Sut tukuni oshmabdi? Yo'q. Nemish bo'lgandi? Bo'pdamisa. Sinchoy damlayvering. Ma'qul. Chaqqan bo'ling. Nima? Maryam sut tukunini texchi oshmabdimi? Oshmabdi. Abla. Ben berib ballarni ko'rgach, uni yo'qlab kelay. Ma'qul. Emiz ikkimiz birga boraylik. Tunugin o to'yg'imi kelmadi. Men qarasizlar, sizlar aldirab bormisizlar. Men bu ballarni burun ko'rsatishni xohlamayman. Uning ustiga mahaldagilar so'z cho'chaq qilib qolmasa yana. Nemish so'z cho'chaq qildik? Shahardan bir ojiqinimni boshlab kelib, bizga ko'z-ko'z qilg'in kapti demamdi. Bo'pdamisa. Sizlar chapsan juyinasizlar. Men ballar so'z ham tayyorlab qo'yay. Meryem! Abdullah. Meryem. Meryem. Ben sizlerni unutib qolmadim. Ben sizlarga o'z sepiray.
Meryem, özümüzün kalısının sütüdün birçini ekiline. Bek işkim kep ketdi. Amına. Ötdiyeni bir miymigenmi? Oy. Bu neken dükkanını açmay koymancı mı? Ben bek ensirip gitedkenme. Mundan keyin deysiz go. Qaytib kelginiz yo'qmi? Xudo turibdi. Mushkamning o'zida bu uydan hargiz ketkim yo'q. Meni aldiman. Men sizni qachon aldab boqqan? Qog'oz qalam bormi? Nim qilay deysiz? Men shu to'g'riliq qasam qilamanki, 2 oydan keyin bu uyda Nima? 2 oy? Ems qancha kun? 15 kun. Ha, bo'pti 15 kun bo'lsin. 15 kundan keyin bu uyga cho'qim qaytib kelaman deb Abdulla. Men. Ay, u qanday qaraq? Bo'ldi, mushkatlarni so'ramang. Hacimede, atak bo'ldi. Abdulla akamni velosiped soqqa tutgan, qarilib ketibdi. Uni boshqa yo'lashtirib kelibdi. Qayerda? Abdulla aka, asta. Voy Abdulla, qayani so'qyapti? Qayrilib ketibdi. Astaroq safaga berib o'tangizlar. Asta. Asta. Xosiyat, chaqandoq bilan tuxmatchiq. Mana. Hech qiz yo'q. Xudoyim. Bek og'riyapti. Hojimada, boshqa ish bo'lmasa biz qaytaylik. Voy, sizlarga rahmat. Sizlarni avval qilib qo'yibdi-qa. Yaqay, unda rahmat. Rahmat. Ma'qul qo'shamisan. Mana, olib chiqdim. Mishama. Asta. Voy, nada so'qyapti. Astag'firullah, nima palakatchilikni. Oy, og'rib ketyapti-da. Oy, xudoyim. Azroq chidisizlar. To'liq xijilman. Sizlarga hech chiqib bermay turibla sizni parakanda qildigan bo'ldim. Undaqmi deb ketmisizlar? Ikkimiz degan er-xotin tursak.
Ma'qul bo'ladi. 谢谢啊。我要办公机。啊，钱给你了。Mərimədə. Ay, Tinchlikmi? 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 Hoji madam qanday qara? Yaxshi. Abdulla akam. Abdulla akammi yaxshi. Maryamada uy kirib o'ltirib paranglashib ketding, ha? Qancha qolsiz? Yarim kilo bo'lsin. Sizchi? 1 kilo. Mana bu. Men. Rahmat. Ular chiqishib qoldimi? Ular bek chiqishib ketdi. Mendan salom Uy kiring, ha? Ateslab qo'yib beray. Ma'qul. Aldırmıslar. Astaroq. Bo'ldi, qo'yib pasla, o'zim men paqay. Rostda yerlandim. Bo'pti, men paqslar. Qanday qilmaganim ekanman? Rostla yaxshi bo'lib qoplar. Jesle. Oy, Maryamada tinchlikmi? Tinchlikmi? Qani kira. Oy, asta. Men chiqib qarab baqay. Tinchlikmi hoji madam? Siz yetdingiz? Yaxshirdingizmi? Sutni hozirda setib bo'lib, yo'qlab chiqay deb kirib edim. Voy, rahmat. Yaxshimisiz Abdulla? Oy, xudoyim, ey bu nimish? Teg chiqing. Oy. Oy, nim bo'ldi? Qachon shunday bo'lgan? Xasiyat menga demidi-ku. Oy, xudoyim. To'yning atisi atdiganda, u sizning do'konni ochmaganingizni ko'rib, ballardan ansirab, sizlarni yo'qlab kelgili ketgan. Qaytib kelayotganda, velosipedlik birisi so'qib yetibdi ekan. Sizlarni ansirab qolmasin deb degizmidi? Jiroyatingiz ig'irmi? Yo'q. Hech gap yo'q. Qaraganda nikoyimizga hasad qilayotganlar bor o'xshaydi. Ko'z tekkandek ish bo'ldi. Men qarang Abdulla. Yomon ko'zning xoli bo'lish uchun sirtqa chiqqanda kambag'allarga oz-to'la sadiqa berib o'tayli. Kelgan bola qaza shuning bilan keta. Shundaqmi Maryam solim? Hech yo'q. 9 kun bo'ldi. Yana 15 kunga qolmay saqib ketaman. Bo'pti. Ig'ir bo'lmasa mayli-ku. Men qaytay. Yana berib baloq tamoq etmasam bo'lmaydi. Mening ballarimni yo'qlab qo'yasiz. Ularni bak sig'inib ketdim. Ularga deb qo'ying. Men patarda qaytib borman. Ma'qul. Ularni bak sig'inib ketdim. Ularga deb qo'ying. Men patarda qaytib borman. Voy. Aman Abdulla. Ashundaq. Nima? Ma'qul. Ma'qul. Bo'ldi. Bo'ldi. Boyaq telefon kimdan kelibdi? Abdulla?
Bu yoq kesle. Bayqı telefon yurtlardan kepti. Dadları ağırıp doktorxana yetip qaptı. Doktorxanda Bak ensirep ketmisler. nima bo'lgandi? Eng yaxshisi berip yo'qlab kelganlar yaxshimikan deyman. Bak ensirep ketmisler. Xudoyim shifoliq berib qola. Darhol yo'lga chiqsizlar. Men bilan birga bosli bo'pti-ki. Baray. Men birga baray. Akşam telefon keptiken aldıraplı ketip kaldı. Neyim boğunu ben mi bilmedim. Hoş ben kettim ha. Ay.
Ben... Meryem! 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 Sen... Ben huzurlu aydınımda kaçıp geldim. Vallahi kine. Vallahi çok. Kallar sikrettim. Allah'ın afatı kapıp koydum. Bu ne mi kızını? Sizden kaçakta birisiz. Onun dadısı yemini kazak gitti. Siz diye benim eğrim. Ben hazır onun mu yeri? Bu diye sakta. Kim sakıdaydı o? Sizge o netçilik erkutum. Ben onunla bükünlük basıp erkutum. Sizge o gerek bundan mı? Sana çok. Sana ben gerek mi zaten bulma. Bu evden kaçıp sikemezsiniz. Bu evden. Vallahi size gerekmiyor. Meni sadım nemi kıldaysa? Bana azırak vakit vermemsen. Onun bilen toy kılış kustağımı sen. Onunla ajırış kustağımı yanılı sen. O hazır musibet üstüne tutsa. Meni sadım nemi kıldaysa? Ondaqda mənçim. Onun şunçilik köngül bölüdü ekensiz. Meni nimiş qoylap mı qoymaysın? Muş çıkkaydım beri. Men onun nemi kıllarını köngülüm bilemsiz. Bunun hemmesi seni gazaptım. Sana pul gerek emas mıydı? Bir yolda hem pulga hem adam girişemeysen de. Hemsi ben kim için şunda kıldım? Muş öyle. Hem bağlarımız için şunda kılmadım. Hemsi ben çok. Ben sana nefsaniye çıkanı kurban olup gittim. Gelin. Onun siz pullarını apırt verin. Apırt verin. Ben namı kallan sitivettim. O benim elimde pulgu sitim al. Ben de kabığa yakın mısın? Hey, bu allı kaçan beni setivagan. İstinde yok mu? Ben hazır onunla kanunluk erkotun. Bunu sıkmaz bulmam mı? Niyeti bozulgan eski siz kimsiz? O baykutun allı kaçan gönlünü çıkıp kapı geldi. Ağzını şun. Bu ışıkı ben eyiplik. Ben senin gibin kirgenligim için günahın hemisi mende. O bayvas ne boktu? Onu çiğdim hayvata mısınız? Bu namussuz bir işim. Ben ballarım da demesem. Ben üyege berip senin muşkunga koyattım mı? Ben muşu öyne demesem toyunum ertesini putumu zahmilendirulattım mı? Muşularının hemisi sizler için ko. Ben fakat o ayalığı yüzsüzlük kılanmamadım ben. Acaba bende başka niyet var mı ki? Benim maksadım buraya kayıtıp geliş. O yerde paragatı yaşap, bu yerde gurbette yaşasam mı? Ben yanılı işki balının dadısı. Bu önüm anı sen özden terip eden kıldın. Lekin benim o bir güne ayalığı azap egim yok. O diyen günahsız. Abdullah! Seni bana azar verdim diyelemler. Hasiyetsiz ne? Naimlikti koymadı. Hemme ahvalda bana dedi. Komiser hacım, ben sizlere düşündüreyim. Sizler işkınlar. Birleşip beni kalktı soktu kıldınlar. Yine benim işencimle. Hissiyatımını tepsimde kıldınlar.
Anladınız mı? Lekin ben sizni layık tanıştırın dedim. Herkes mi? Eriniz bana setip verin demedim. Nikah qilamiz, to'y qilamiz degan o'zingiz-ku. Abdullah. Ben seni sevmeyeyim. Ah gönül yavaş adamdım. Oylab dikenmi? Lekin manda rezil peskeş adam deb o'ylamab dikenman. Komiser hacım. Seni mende hülençigi yok. Bir yegane ayolni bo'za qildilar, mushqa qalirga hijil bo'lmandilar. Seni shunchoq bag'ir tashladimmi? Gülnazarcığım. Erimni tillashda nima haqqingiz bor? Bo'ldi. Shunda mening sizlarni tillashga haqqim yo'q. Men nima degan ahmoq, nima degan hamoqat. O'limtimgina ishinib ketibman. Bo'lmasa mening turmushim shundoq baxtsiz bo'larmidi? Bo'ldi. Yıqlamizlar. O'ltasizlar. Polning eziq turishiga yo'l qo'yganmi o'zim? Nafsining kayni kirganmi o'zim? Kam aqlli qilib oldi kaynimni o'ylab ko'mabdiman. Hamma ayib menda. Meni kechirsizlar. Meni afu qilgaysizlar. Xudo meni yetkichi jazoladi. Tinch xotirjam oilamni yo'qotdim. Bir ayolning menga bo'lgan hurmatini yo'qotdim. Xudo. Elimde ikki balamdan ayrılıp kalmagayman. Bo'lmasa hacım. İkkimiz to'y qilib, meni oz kun bo'lsa-mu kutganlari uchun ko'pdan ko'p rahmat. Lekin pul hammaga qodir emaskan. Mo'rt kelganda baloy qazo olib keldikan. Bu pulni asla Bu darvaqa bir ko'ngilsiz hikoya. Bir haftadan keyin
Abdulla kalı satqan pulni Gulnisa hacimga qaytırıp berip, onun bilen nikahdan ajrışıp, öz uyiga qaytib keldi. Halbuki, onun keyingi kunlari yana burunqidek tinch, xotirjam o'talamu. Eng oxiri ular zodi nemaga erishdi, nemani yo'qotdi. Ne üçün senin hayatından ketmez hiç ya veya gidil kuşluk çekip kalbini bozgan idi dil aramini ne üçün sendeki şu şirin söygü basar mıydı bu taşnani beni